har bitta to'g'ri javobga 50 ming so'mdan beraman. Miyani og'irligi qancha? D 5 kilogramm. 200 dan 500 gacha. 100 gram? 100 grammmi? Aniqmi shu javobmi? Xato javob. Javob noto'g'ri. Xato. Bo'kalimisiz? Marg'ubot shifoni bilasizmi? Yo'q. Bo'kadagi Marg'ubot shifo klinikasi haqida bilasizlarmi? Doktor Aziz Rahimovich. Bizga hozir Marg'ubot shifoni bitta tanishtiring. Bu yer qabul bo'limi deyiladi. Birinchi bemor birinchi qabul bo'limiga uchraydi. Reception. Da anaqa muolajalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi to'g'risida tanishtirib o'tadilar. Birinchi ginekolog xonasidan boshlaymiz. Ya'ni marhamat. Ayollar kirsa bo'ladi, yosh tanlamasdan. Ginekolog xonasi demak. Shunday. Bir tovush tekshiruv xonasi. Marhamat. Wow, apparat. Вообще, bu o'zi apparat. Turmush o'rtog'i bilan kelishi mumkin. Namuna uchun mana shunaqa narsa o'zgarishlar kechyapti deb turib, televizorda ko'rsatish mumkin. Muolaja xonasi va qon yig'ish xonasi. Bemorlarimiz kunduzgi lecheniya olishi mumkin, inyeksiyalar qilishimiz mumkin, osma ukollar va bu yerda qizlarimiz qon olishadi. Buyrak qayerda joylashgan? Beldan tepada. Mana shu yerlarda. Belning ikki qismida, bel qovurg'adan pastida. O'zik ishlab chiqaradigan apparat bo'ladi bitta buyrak. Tushunding mana? Yurak bu yermi? Shu yerda bor. 50 ming so'm yutib oldingiz. Ikkinchi etajda fitnesimiz bor. Asnomnom yotib davolanadiganlar uchun shart-sharoitlar yaratilgan fitnes zal. Bu velotrenajyor, bu begovoy doroshka, bu o'zi yuguradigan, bunisi o'zingiz yugurtiradigan. Bu oyoqlar qistiriladi bu yoqqa, sekin-sekin teskari qilinadi. Yangi ochiladigan palatalar talab ko'payadigan bo'lsa, biz ochilishga yana tayyormiz. Demak, bu Marg'ubot shifoni statsionar davolanish binosi. Shunday? Bu yerda endi registratsiya, bu yerda qizimiz kutib oladilar. Insonda necha litr qon bo'ladi? Litr bo'ladi-da insonda. Bo'ladi. Litrgacha qon bo'ladi. Prosta respekt bor-ku. Variant aytmagan taqdirimda ham to'g'ri javoblar sizga. Va nihoyat qiynalib, bu bola 50 ming so'm yutib oldi. Молодец o'sha. 50 ming so'm sizga, 100 ming so'm yutib oldingiz. Sizga. Aziz aka, yotib davolanish ichiga nimalar kirib ketadi? Bu yerda bepul konsultatsiya olishi mumkin shifokorlarimizdan. Diagnostik kriteriyalar bor, ultratovush tekshiruv, laborator klinik tahlillar, yurak tekshiruvlari, fiziolecheniyalar, turmahal ovqat, o'zimizdan beriladigan dorilar turkumi, hijoma, suluk, igloterapiya, apiterapiya, shunga o'xshash muolajalar kirib ketadi. Gap yo'q Aziz aka, bu yerda demak yotib davolanishadi, statsionar. Qani, marhamat, shart-sharoitlar bilan hozir sizni tanishtiramiz. Gap yo'q. Quyidagi sharoitlarda bemorlarimiz yotib davolanishadi. Har bitta xonani cho'miladigan joyi hojatxonasi shu yerda o'zida. Bo'kada bunaqasini ko'rmaganman. Har bitta xonada televizor, konditsioner. Sharoit вообще zo'r-ku. Agar bemorlar xonada taomlanaman deydigan bo'lsa, xonasigacha olib chiqib berishadi. Agar yo'q, hamma bilan birgalikda taomlanamiz deydigan bo'lsa, oshxonamizga chiqishsa bo'ladi. Sizlarga obuna bosish uchun sizlar nima qilib bera olasizlar? Bepulga. Bu klinikamizga har bir kelgan obunachilarimizga umumiy qon tahlili bepulga va shaxsiy konsultatsiya, ya'ni nevropatolog konsultatsiyasini bepulga qilib beramiz. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Shuning uchun Marg'ubot shifo Instagram akkauntiga obuna bo'ling. Videoga like bosing va Marg'ubot shifoga obuna bo'lsangiz, siz tekin analizga yoki Aziz Rahimovning tekin konsultatsiyasiga ega bo'lasiz. Undan tashqari bu videoni bemor bo'lgan tanishlaringizga jo'natinglar. Marg'ubot shifodan ular shifo topishadi.